Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Damas mashinamiz yakunlab oldi. Videoni oxirigacha ko'rishingni tavsiya qilaman, chunki ko'pchiliklar narxini so'rashadi. Narxini birma-bir tanishtirib, ishimizni ham bahonada ko'rib chiqamiz. Xo'p. Bu mashinamizga qilingan ishda full varianti shum izolyatsiya bo'lgan. Shum izolyatsiyaning narxi 2,5 million so'm. Ishi ligirovka bo'lgan 100 ming so'm. Oyoqdagi poli so'pirdi. Chiroyli zapaslarini qo'yib, ko'ngildagida bu 600 ming so'm. Salon ko'jamiz mashq holatda pikap mashinasiga, Damas pikap mashinasiga 1 million 300 ming so'm. Tomi bilan ko'jalarni qavilgan bo'ladi. Malibu barimiz 650 ming so'm tan narxi, 100 ming so'm ustanovkasi. Hop, oldi laboyga sonsiz zashita urganmiz yon qismi bilan. Bu 600 ming so'm original Lumar bo'ladi. 90% gacha chiqqan sonsiz zashita effekti. Orqa tomonlarga Thompsonning HP keramik seriyasidan urganmiz. 120 tlikdan ko'rsatish xususiyatini yo'qotmaydi, zo'r chiqadi. Bu mashq holatda 450 ming so'm. Xizmatlar bo'yicha pastda nomer qoldirib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqib xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Bu videoni shunaqa ish qildirmoqchi bo'lgan tanish bilishlarga yuborib qo'yasizlar. Bu radiografkani birgalikda ko'rib qo'yamiz. Armalar ustaxonasi xizmatiga.